niye keyfine sotyapti bu yerda? Qanchadan uchan deysiz? 7 so'm. Kelasa? Qancha deydi? 7 so'm. Biz pulga, o'zbek so'mga 10 ming. 10 ming, ha? Xizmatga boramiz. 10 birlar bo'lish kelsa. Ha, bozor. Bozorning ichkarisiga kirdik. Bozorning ich tomoniga kirdik. Juda katta bozor ekan. Женский мужской может. Abdullah. Qani, Zo'r yarash. aksiya bor ekan 20 so'm. Yaxshimi? Zo'r. Ha? Qirg'izni o'zi bo'ldi, qirg'izni dodasi bo'ldi. Onu narigini kiysa, onu shila, nariga kitayskini ko'rding, kitayskini. Bu qiziqmasda bu. Qani yaxshi zo'r. Ronaldo ekan, Ronaldinho ekan. O'sha narigi kiysi yaponcha. Nariginiki. Qancha? 20? 25. 20 so'm 35 ming ekan. 25. So'mgachi? O'zbek so'miga. 40 ming. 25 ming. Yo'q, 25 ming o'zbek. Ha, yaxshi, normal. Bunisi-chi? Güzel. Nasıl ekan? Asıl yaxshi. Hani oq chiroyli ekan. Bu ham zo'r. Oq neobычный ekan, oppoq ekan. Bu zo'r o'tibdash. Chiqdik. Bozordan chiqib katta do'stimizga ketyapmiz endi. Yapalım. Yarashibdimi? Yarashgan bo'lsa, uzoqlarda yozib qo'yinglar. Yarashibdi yo, yarashmabdi deb. Adipatta do'stimiznikida mehmon bo'ldik, maza qildik, yotdik. Juda chiroyli mehmon qildi. Endi hamma yo'lni yig'ishtirib, to'rtta-beshayni yig'ishtirib, Xo'jand shahridan chiqib ketyapmiz. Shaharda mana svetofor ko'p ekan. Bizda radar ko'p, bitta svetofor ko'p ekan. Kelyapti bular. Hozir Xo'jand shahrining ichida chiqib ketishga harakat qilyapmiz. Harakat juda ko'p ekan, avtomobil harakatlari. Yo'llar tormi bilmayman, yo avtomobillar ko'pmi, yo shahar kattami. Mana aylanib Ne'matjon degan do'stimiz kuzatib qo'yaman deb, u oldida ketyapti, shahardan ham chiqib qo'yaman deb. Sen bo'lmasan yigitlar zo'r ekan, hammasi yaxshi ekan. Maza qildik. Shahar chiroyli, judayam
gullarda yetishgan, toza, pokiza, chiroyli shahar ekan. Shahardan chiqyapmiz shekilli, mana dalillar ko'rinib qoldi. Uzun bog'lar chap qo'limizda, o'rik bog'lar o'ng qo'limizda. Shahardan chiqyapmiz. 33 gradus issiq ko'rsatyapti. Gradusimiz soat 10:42. Kecha umuman вообще soqatib ko'rpaga o'ranib o'tirgan edik. Shahriston degan yerga borgandik, toqqa. Havo juda sovuq edi. Bir kun oldin qor yoqqan ekan. O'shani sovug'i bo'lib kecha soqatib o'tirdik. Endi 33 gradus issiq. Yo'lda to'xtadik. Yo'lda davom etyapti. No'monjon zapravkaga kirdi. Ha. Yo'lda davom etyapmiz, to'xtadik. No'monjon zapravkaga to'xtay dedi. Sayohatimiz Tojikiston territoriyasida davom etyapti. Ha, No'monjon keldi zapravkani qilib. O'zbekistonga mana shu to'g'riga 10 qo'l tomonga ketarasizlar. Sayohatda. Ha? Biz hozir Xo'janddan Toshkentga qarab ketyapmiz endi. Yaxshi, yaxshi. Ro'y Safet. Rahmat, rahmat. Kiringlar, choy ichamiz. Rahmat, rahmat, rahmat. Tojikiston, O'zbekiston chegara postiga yetib keldik. Svet yo'q. Svet yo'q. Svet yo'q. Dorozalar bekik kutib turibmiz mana. Sarguzashtda. Sayohatda shunaqa sarguzasht bo'ladi. Bizga bergan yerda ekan gap. Havas qoldi ekan. Kaminay kamtarim. Siz bergan yer bor, to'g'onamizmi?